Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun bizlarda 2002-yilda ishlab chiqarilgan Labo avtomashinamiz bor sotuvda. Bu mashinamizni kraskasi, kabinasi kraska bo'lgan. Klasik mana shu kabinasi kraska bo'lgan. Mashinani hali yuvib taxlaganimiz emas, shu e'longa qo'yamiz. Agar taxlangandan keyin narxi boshqacha bo'ladi. Most korobkalari yaxshi. Biz mashinamizning yurmani 311 ming. Hurmatli obunachilar, mashinamizda metan gaz qo'yilgan. Kraskasi faqat shu kabinasida. Boshqa joyga kraska yo'q. Most korobka motorlari yaxshi. 13'lik diska balonlar qo'yilgan. Bu mashinamizni qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, agar 2000 dollar bilan nasiya savdoga chiqaramiz. 2000 dollar bosh to'lovlar bo'lsa, nasiya savdoga chiqadi 6 oy vaqtgacha. Xo'sh. Keyin bu mashinamizni naqd pulga aytadigan bo'lsak, agar 48 million so'mdan kelishtirib beramiz. 2002-yil. Mashina tayyor holatga minishga zo'r. Qani svetini yo'qing qani? Ana svetlari ham yonar ekan. O'chiring. Svetlari ham yonar. Bu mashinamiz Samarqand shahar Sagdiana yangi yo'lda turibdi. Hozircha mo'ykada bo'ladi. Agar qiziqsanglar, kelib ko'raman desanglar ham bo'ladi. Bugun ertagacha bir qator yuvib yana u yerlarini, kamchiliklarini qilib turamiz. 48 million so'mdan kami bor. Nasiya savdoga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsalar, agar 2000 dan kam pul bilan chiqmaydi. To'g'ri tushunasizlar. Kelib ko'rib savdolashib olaverasiz.